Vladimir Putin doim o'zining Xitoy bilan bo'lgan atalmış strategiyalik shiriklik munosabati haqida parang selishni yaxshi ko'rdi. Uning ustiga u Xi Jinping bilan bo'lgan shaxsiy do'stlik munosabatini to'xtamay maqtaydi. Ammo bu qitim Putinning Xitoy ziyorati bu ikki do'st o'rtasidagi ixtilofni ko'rsatib bergandek bo'ldi. Xi Jinping Vladimir Putin bilan 2022-yil 4-fevral juma kuni 2022-yillik Beijing Olimpik tanharkat musobaqasining ochilish murosimidan ilgari ko'rishdi. Bu o'tgan 2 yilga yaqin vaqt ichida ularning tunji qitim yuz turani ko'rishish edi. Putin bu qitim Beijingda nihoyatda sovuq muomalaga uchirdi. Xitoy Rossiyadan kelgan vakillar o'migini 25 odamdan 6 odamga qisqartdi. Hatto hech kim Beijing aeroportida Putinning oldiga chiqib salom bermadi. Xi Jinping ikki taraflik muhim yig'in jarayonida Putin bilan qo'l elishib ko'rishib qo'ymadi. Odatda Putin uchun alayda joylar hozirlanadi. Biroq bu qitim Putinga Beijing Olimpik maydonidagi odatdagi bir havaskorning o'rni berildi. Naq maydondagi Rossiya prezidenti Putin to'limi yolg'iz va umidi uzilgan holatda ko'rinadi. Ukraina davlat komandasi maydonga kirganda Putin hatto mugdab qolgan edi. Olimpik musobaqasining ochilish murosimidan keyin taklif qilingan rahbarlarning hammasi Xi Jinping bilan birma-bir qo'l tutishib ko'rishdi. Ammo Putin Xi Jinping bilan ko'rishmayla shu hamon udul Moskvaga qaytib keldi. Rossiyaning Ukrainaga besib kirishga tayyorlik qilishi bilan bir vaqtda Rossiya bilan G'arb o'rtasidagi qattiq ziddiyat tufayli barliq kuzatuvchilarning ikki rahbarning bu uchrashishiga sagak va inchki diqqat qiladiganligi aniq bo'lsa-mu, ko'pincha kishilar shu kuni ikki taraf orasida imzolangan muhim kelishimni G'arb lageriga qarshi yangidan qurilgan siyosiy ittifoq deb bekitdi. Rossiya Ukrainaga tajovuz qilgan ahvolda Xitoydan G'arbning turli iqtisodiy jazolarga qarshi yordam qilishni umid qiladi. Shunglashqa Putin Tayvanni Xitoyning ayrilmas bir qismi deb e'tirof qilish kun tartibini bu qitim tashabbuskorlik bilan o'tirg'a qo'ygan. Biroq afsuski mazkur yig'indan olgan ta'sirotlar va uchurlarni tahlil qilib ko'rsangiz va inchki kuzatsangiz, Putinning bu qitim Xitoydan hech qancha qo'llashga erishmay qolmasdan balki bu yig'in va siyosiy ittifoqdan uncha ko'p foydali natijaga erishalmaganligini bayqaysiz. Qaraganda Xitoy bu qitim Rossiyani yolg'iz tashlab qo'yganda qiladi. 2022-yil 4-fevral Rossiya axborot agentligi Rossiyaning Xitoy bilan bo'lgan strategiyalik sheriklik munosabatini deb tabriklashga boshlagan bo'lsa-mu, ammo Xitoyning hukumat axboroti bo'lgan Xinhua agentligi bu faoliyatga bir jumla so'zdan ortiq o'rin bermadi. Ukraina masalasi Xitoyning Xinhua torida rasmiy xabarlar haqidagi cho'ng xabarlar qatoriga kirgizilmadi. Garchi Xitoy hukumatı og'zaki o'zining Rossiyani to'g'ri tushunadiganligini va qo'llaydiganligini qayta ta'kidlagan bo'lsa-mu, biroq G'arb bilan bo'lgan turli manfaatlardan mahrum qilishdan qattiq andish qilib keldi. Shu sababdan Ukraina degan so'zni ishlatishdan ishkilinib, Ukrainaning navbatdagi og'ir krizisidan yiroq turish uchun hatto taratqularni qattiq kontrol qilmoqda. Xitoy dollar va aql farosatga bo'lgan ziyoda intilishini tashlab, Rossiyaning ketminini chapsa, Yevropadagi ko'pincha iqtisodiy sheriklarni halqiliq vaqtda butunlay yiroqlashtirib etadi. Chunki hozir iqtisod turg'unligi oxirgi bosqichga kirdi. Shu sababdan Xitoy bir o'tdan ochiq Yevropa bozoridan mahrum qilishni xohlamaydi. Biroq Xitoy bilan Yevropaning munosabati yaqinqi 2 yildan beri asosan yaxshi emas. Yevropaliklar o'rtaq holda Xitoyning turli aldamchiliklarga to'shqan iqtisodiy amaliyati va Uyg'urlarni millat sifatida jazo lagerlariga qamab, sistemalik qirg'in qilishidan andish qilayotgan mezgilda ikki taraf o'rtaq o'tirg'a qo'ygan g'oyat zo'r so'mliq mablag' selish kelishimi o'tgan yili muddasiz to'xtatildi. Demak, endi Xitoy taraf ya Rossiya bilan adoqchi bir safda turib, barcha kelgulikni tang tortishga rozi bo'lish yoki G'arb ellari bilan bir safda turib, Rossiyani xuddi 1991-yildagi Sovet ittifoqini G'arb bilan birlashib vayron qilib o'tgandekla parchalab qayta vayron qilib o'tish yo'lini tutishdan iborat ikki xil tanlashlar qilib qoldi. Xitoydan tegishli yordam ololmagan va yetarli qo'llashga erishalmagan
hem G'arb ellari va NATO'dan ko'ngildagidek ijobiy pozitsiyaga erisholmagan Putin oxiri yalangoyoq suvdan qo'rqmabdi. Qo'rqqan avval mush atar. Eng yaxshi qo'g'dinish oldi bilan qo'l silishdan iborat aqliyalar bo'yicha o'z oldiga o'ktamlik bilan bir maydon cho'ng urush qo'zg'adi. 2022-yili 24-fevral tong saharda Vladimir Putin butun dunyoni hayron qoldirib, Ukrainaga besib kirdi. Oldi bilan Rossiya urush aeroplanlari havo hujumi qo'zg'ab, Ukrainaning barliq cho'ng shaharlaridagi harbiy o'rinlar va harbiy aeroportlarni bombardimon qilib, bo'shliqdagi tashabbuskorlik huquqini qo'lga keltirdi. Orqadan Rossiya alayda qismlari Odessa portida quruqlikka chiqib, Ukrainani Qor dengiz sahilidan mahrum qilib, ichki quruqlik davlatiga aylantirib qo'yishdagi tunji qadamni utuqliq bosdi. Oxirda Donbassdagi Donetsk va Lugansk shaharlaridagi Rossiya parast bo'lginchi kuchlarning atamanlari bayonot e'lon qilib, butun Donbass rayonini ishg'ol qiladiganligini jakarladi. Gerçi bu jarayonda Ukraina mudofaa qismlari Rossiyaning 6 dona urush aeroplanini etib tushirib, 60 necha Rossiya askarini o'ldirib, 10 necha tankini butunlay degudak parchaqlab tashlagan bo'lsa-mu, biroq Rossiya tarafining tayyorligi puxta, urushdagi tashabbuskorlik huquqi qo'lida bo'lg'achqa, yetim qolgan Ukraina armiyasi xeyli ig'ir chiqim tortdi. 24-fevral Anqaradagi Ukrainaning bosh elchisi Turkiyadan Çanakkale va Bosfor bo'g'izlarini Rossiya parxodlariga taqib etishni talab qildi. Erdo'g'anmo darhol Anqarada favqulodda milliy xavfsizlik yig'ini ochib, bu urush haqida jiddiy munozara boshladi. Belorussiya prezidenti Lukashenko bayonot e'lon qilib, Rossiya qo'zg'agan hujumga o'zining birga qatnashganligini inkor qilish bilan birga Putin va Zelenskiyni Minsk shahriga taklif qildi. Zelenskiy mo butun Ukraina xalqiga vatanni qo'g'dash uchun umumyuzlik safarbarlik chaqiriq e'lon qildi. Urushning tunji kuni har qaysi NATO ellarining pozitsiyasi to'liq nachar bo'ldi. Hatta Amerika tarafmi ochiq-oshkor holda Ukrainaga hech qanday askar avatmaydiganligini bildirdi. Boshqa G'arb ellari har holda bir qism harbiy qurollar va tibbiy ashyolarni ta'minlab berishga qo'shildi. Urushning 2-chi kuni o'zining to'liq yolg'iz qolganligini his qilgan Zelenskiy Ukraina xalqining talabini azaytish uchun noiloj Putindan sulh talab qildi. Biroq Putin bu qitim Ukrainaga to'liq yo'lsiz va tangsiz talablarni qo'yg'ashqa 25-fevral juma kechda Zelenskiy poytaxt Kiyevni jon tikib qo'g'daydiganligini, mamatliq bir kechining yetib kelganligini, balkim bu G'arb ellarining o'zini oxirgi qatim videoda ko'rishi bo'lib qolishi mumkin ekanligini bildirgan. Rost degandek shanba kuni tong atar kechasi Ramzan Qodirov Belorussiya orqali avatgan 10 mingdak Checheniya qismlari Belorussiyaning janubidan mashhur Dnepr daryosini bo'ylab Udul Kiyevga yurish qilgan. Gerçi ular butun kuchi bilan tong atqicha Kiyevga yetib berishga ko'p tirishgan bo'lsa-mu, ammo Ukraina xalqi va armiyasi qattiq qarshilik ko'rsatib, ularni poytaxtga yaqin keltirmagan. Shu vajidan NATO 25-fevral juma kuni kechda jiddiy yig'in ochib, Sharqiy Yevropaga joylashgan NATO ellariga 40 ming nafar jiddiy inkos qaytarish qismini o'rinlashtirishni qaror qilgandan keyinla 26-fevral tong etishi bilan har qaysi G'arb ellari bas-basda Ukrainaga ko'plab harbiy, tibbiy va iqtisodiy yordam berishga boshlagan. Zelenskiy mo har qaysi chet ellik qiyni qiziq vatanparvar yoshlarni Ukrainaga kelib, ochko'z dushmanga qarshi turishga chaqirgan. Dastlabki 48 soat ichida Rossiya armiyasi ig'ir talafot tortib, orqa saflarda ta'minot yetishmaslik ahvollari ko'rilgan. 26-fevral shanba kuni Ukraina armiyasi e'lon qilgan eng yangi urush statistikasiga qaraganda, Rossiyaning 16 kurashchi aeroplani, 8 dona ilg'or tikuvchar aeroplani etib tushirilgan. 102 urush tankisi, 536 yenik tiplik Bronovik, 15 dona zambirki parchaqlab tashlangan. 72 soat ichida 3500 nafar Rossiya askari o'lgan, 200 nafar Rossiya askari asirga elingan. 27-fevral sahardagi eng yangi bayonotlarga qaraganda, Ukrainaga besib kirgan Rossiya armiyasi 26-fevral asosan olg'a ilgirlayolmagan. Gerçi Belorussiyadan kirgan qism butun kuchi bilan Kiyevni ishg'ol qilishga uringan bo'lsa-mu,
Biroq Zelenskiyning halqiliq paytda qochib ketishni xohlamay, adoqqicha urush qilish irodasi butun Ukraina xalqining jangovarligini biroqla yuqori ko'targan. Birinchi Dunyo urushida Germaniyaning chaqmoq tezligida urush qilish plani mag'lub bo'lgan. Qaraganda bu qitim Rossiya tarafmi o'xshash qismatga duchor bo'ladigandek qiladi. Chunki NATO ellari tunji kunilla birdek holda Ukrainani 2. Dunyo urushi mezgilidagi 2. Avstriya yoki 2. Polsha bo'lib qoladi deb faraz qilishgan edi. Biroq ularning mo'lchiri xato bo'lib chiqdi. Hatto Amerika Markaziy axborot idorasimi Ukrainaning qarshilik kuchini salchoqlab qolganligini e'tirof qildi. Bu urushda Putin o'zining bundoq ahvolda qilishini o'ylabmi baxmagan bo'lishi mumkin. Naiti ig'ir besimda qolgan Putin hozir tashabbuskorlik bilan Ukraina bilan suhbat o'tkazish yo'lini tanladi. Tilga ilishqi tegishli shuki 26 fevral shanba Xitoy ozodlik armiyasi bayonot e'lon qilib, 27 fevral ya'ni yakshanba kuni Tayvan bo'g'zida harbiy manevr o'tkazganligini jakarladi. Ukraina vaziyati jiddiylashayotgan paytda Xitoyning harbiy manevr o'tkazishi xalqaro jamiyatning yuksak diqqatini tortdi. Diqqat qilishga arziydigan nuqta shuki, Xitoyning bayonoti bilan o'xshash bir vaqtda Amerika dengiz armiyasiga tava bir urush parxodi Tayvan bo'g'zining janubiy qismida paydo bo'ldi. Tayvan mudofaa ministrligimi bu vaqtdagi uchurlarning to'g'riliqini dalilladi. Xulos qilganda Xitoy bu qitim Putinni yolg'iz tashlab qo'ydi. 4 fevraldan toki 16 fevralgacha Xitoy talay qitim o'zini eng yaqin do'st deb qaraydigan Rossiya rahbari Putinning keynidan pichoqladi. Alayliq Putinni ochiq-oshkora qo'llamayli qolmay, yana texi necha kun burunqi BDT yig'inida Rossiyaning tajovuzini ayblaydigan chaqda ovoz berishdan voz kechish orqali o'zining Rossiya bilan teng jazolanish xavfidan saqlandi. Orqadan pul muomala sohasida Rossiya bilan teng embargoga uchrab qolmaslik uchun Rossiyaga pul muomala turida cheklim e'lon qildi. Har holda Tashqi ishlar ministrligi og'zaki bayonot e'lon qilib, Rossiyaning Ukraina qo'zg'agan urushini tajovuz qilish, besib kirish va yutib olish deb atashga bo'lmaydiganligini aytib, ming tasda har ikki tarafga yaxshichoq bo'lishga uringan bo'ldi. Navada Ukraina qo'ldan ketgan bo'lsa yoki mag'lub bo'lgan bo'lsa, Xitoy to'polangdan to'g'ach o'g'irlab Tayvanga hujum qilishning fursati keldi deb ruhlangan bo'ladi. Biroq Ukraina kuchli dushmanni o'z yolg'iz to'sib qoldi. Shunglashqa endi Xitoyga quruq teri taraqshitishdan boshqa yo'l qolmagan bo'lishi mumkin.